Allo, kim bu dedi? Bolam salomat keldingmi bolam? Yaxshi keldingmi bolam? Safarlaring yaxshimi o'tdi bolam? Uyingga kelib oldingmi? O'zing sog'misan, charchamadingmi? Navaralarim yaxshimi? Kelinim yaxshimi bolam? Erta bilangacha sabrim chidamadi bolam. Uzr, uyqungni buzib qo'ydim. Dovushingni eshitgim keldi bolam desa, shu shartmidi ona? Erta bilan telefon qilsangiz ham bo'lardi. Shu yarim safardan kelganimni bilardingiz, charchab kelganimni bilardingiz. Shu yarim kechada telefon qilib uyqumni buzdingiz, nimaga bezovta qildingiz deb sasib berdi deydi-da kasofat. Telefonni qo'ydi-da bolam, 35 yil oldin meni ham uyqumni bezovta qilib uyqumdan turg'izgan eding bolam. Lekin meni uyqumni uyg'otganing uchun men sendan xafa emas edim bolam. Mayli bolalaringga bosh bo'lgan umring uzoq bo'lsin deb yig'lab deydi, farzand haqqiga shunday ham duo qilib qo'ydi deydi. Nima deydi boshqa? Nima desam boshqa? Qani ayting.